O'lim bu yashamaslikning bir turi degan donishmand. Aslida hayot bo'la turib, hayotning zavqini sezmayotgan, tuymayotgan qancha odam bor. Menga bolaligimdan hayot go'zalliklarini qadrlashni o'rgatishgan azizim. Esimda bolaligimda kichikina mo'jaz hovlimizda anvoyi gullar juda ko'p edi. Chunki meni bobom agronom, bog'bon bo'lganlar. Mevalar, daraxtlar ko'p bo'lardi. Har birini ajratib, hidini tuyishni o'rgatishgan. Yana bir voqea esimdan chiqmaydi. Bir kuni yomg'ir yog'ayotganda, yoz yomg'iri, adamlar bilan hovlida o'tirganimizda adam ko'rsatganlar, "Qara Umida" deganlar. Bitta tomchi, yomg'irning bittagina tomchisi tarnov qirrasiga urilib, mingta tomchiga bo'linib ketyapti. Ko'ryapsanmi degandi. Qarab tursam, haqiqatda bitta tomchi tushyapti, undan zarralar, qanaqadir ajoyib hodisa bo'lyapti. Keyin birdan quyosh chiqqanda kamalak paydo bo'lgan. Mana shu bolalik xotiralarim ehtimol menda ijodkorni shakllantirgandi. Lekin bugun qanday bo'lyapti? Bugun his qilmayapmiz. Qachon fasl o'zgaryapti, qachon daraxtlar barg chiqaryapti, qachon gullayapti, to'g'rimi? Ishonsangiz, mashinada nabiralar bilan yurganda tinmay gapiraman. Avval farzandlarimga gapirardim. Qara qanaqa chiroyli daraxt, qara qanaqa chiroyli gul, qara qanaqa chiroyli bolajon, chiroyli qiz. Harakat qilamanki, shularga hayot go'zalliklarini ko'rsatishga va ilg'ashga, o'rgatishga. Sizda shunaqa odat bormi? Keling shuni tiklaylik. Keling shuni bardavom qilaylik. Ana shunda hayotdan maza qilib, zavqlanib yashaydigan insonlar safi ko'payadi. Axir hayot juda go'zal-ku azizim.